Xayrlı gün qadrli tamashasi, bugun bizning topshiruvda O'zbekistondan qonaq ol Nasriddin Atakulovich. Hed mana O'zbekistondan keldik. Men bilganimcha hed filolog, evet, hed tarixchi ham hed etnograf, evet shekilli. Men horamtayım hed Bashqurtostonga nindi maqsad bilan keldik. Salamatsizmi tug'anlar? Biz şu Türkiye xalqlarning tamirimiz bir, soning uchun şu tamirlardı izlep kelemiz. Mana Türkiye xalqlarning tarixini, etnografiyasini, folklorunu öğreniş için Almatada, Ufada, Bishkekte, Astanada, Toshkentda barıp konferensiyalar o'tkazamiz. Mana şu benim konferensiyaga folklorga bag'ishlangan konferensiyaga kelgan edim bir yerde bibliotekaga kirib, mana bu Türkiye xalqlarning birligi, tamiri turali ko'p materiallar bir yerde bar ekan, so'ning bilan tanishib o'tiribman. Umuman olganda Türkiye xalqlarning burun tamiri bir bo'lganda bir yil. Masalan, bir yerdagi ko'p yerlarda ko'p mana bu Bashqir xalqida 36 tomlik haligi har bir elat to'g'risida, har bir el to'g'risida kitoblar chiqargan ekan. Buni qutuqdayman, bu yaxshi ish bo'lgan, chunki biz her bir yeldagi mana şu etnik birliklarda o'rganib turib, shularni izertlab turib, umumiy birlikni ta'minlab borishga shu narsa kerak deb o'ylayman. Shuning uchun ham bu har bir yil Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham shunga qilsa yaxshi bo'ladi, o'ta yaxshi bo'ladi. Bundan tashqari bir yerda Bashqir xalqining akademik so'zligi chiqqan ekan, men shuni baraqlab o'tiribman. Shuning uchun ham bir yerda shu unutilib ketayotgan tarixiy so'zlarimiz ham barining borlig'i bizni quvontiradi. Bu tarixiy jihatdan bizning birligimizni bildiradigan narsa mana urug'larning nomi. Bir yerda Qipchoq urug'i bor, ondan keyin Tabundar bor, yana boshqa urug'lar bor, saroylar bor, alaqaylar bor. Bular bari bizlarda ham bor. O'zbek urug'ining tarkibida ham bor, qozoqlarda ham bor, qirg'izlarda ham bor. Shuning uchun ham mana shu narsa ham burun mana shu turkiy ellarning bir bo'lganini ko'rsatadi. Turkiy ellarning etnogenezida mana shunday bir umumiylik, birlikning mustahkam ekanligini ko'rsatadi. Masalan, bir shu O'zbek elining tarkibida, O'zbek millatining ichida Laqay degan urug' bor-da, Laqay degan urug' bor. Laqay, mana bu sizlarda ham Alaqay degan avul bor ekan bir yerda. Yaqin bo'lsam Belakatayda 70-yilgacha Laqay degan avul bo'lgan ekan. Alaqay avul bo'lgan. Bundan tashqari mana shular ham elning ta'mirining birligini ko'rsatadi. Ondan keyin sizlarda mana milliy qahramonlariga Salovat Yullayev to'g'risida ham men kitoblarda o'qidim. Uning anasi O'tesh ekan. O'tesh deb yozilgan ekan-da. O'tesh ayildan ekan, O'tesh ekan deb. Bizning Laqaylarda ham O'tesh degan urug' bor. Bor? Ya bo'lmasam, Majid G'afuriy. Bu shoir ham, bu daha ham O'teshlardan ekan-da. Shuning uchun mana shu narsalar ham bizda ham shu Laqay urug'ining ichida O'teshlarning borlig'i, Laqay degan avullarning bir yerda borlig'i shu tariximizning birligini ko'rsatadi. Bir yerda faqat shu bu narsa qozoqlarda ham, qirg'izlarda ham urug'larning ichida bu narsa kuzatiladi. Bu narsa bor. Shuning uchun ham biz uni g'olimlar birlashib mana shu narsalarni izartishimiz kerak, konferensiyalarda ham to'g'rida so'zlayimiz kerak. Şu temalarga bag'ishlangan konferensiyalarni ko'proq tashkil qilishimiz kerak. Mana sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana shu ishlarimizni yanada rivojlantirib, yanada yuksaltirib boraveraylik. Образование bo'yicha filolog shekilli, hadi mana filolog o'qinadim shekilli, nimaga tarix qarangda biz bazaviy образование filolog, biroq men o'zim doktor исторических наук, doktor философских наук, doktor политических ilmlarning doktori. Biroq mana shu turkiy xalqlarning og'zaki ijodida shu
Ular bari filologik material saklansa ham, Türkiye yerlerдің tarixi da şunda, filosofiyasi ham şunda. Dünya qarashi, dünya tanımı bari şu o'zi filologik materiallarda, ağzaki icadıda da. Şunun üçün ham Türkiye xalqlarının tarixini o'rganayotgan adam, izlertlayotgan adam tarixini. Bular filologik materiallarga ham xalamasa, istemese şu materiallarni ham varaqlash kerak. Onun içinde tarixiy aspektlar juda ko'p. Shu jihatdan ham men ko'pincha mana sizlarga pechat bo'lgan nima qilingan Boshqa xalq og'zaki ijodiy materiallarini mana shularni varaqlayman, bulardagi maqollarni o'qiyman, bulardagi aytimlarni, so'zlarni barisi mana shuning ichida bu faqat birgina aytim emas, uning ichida tarix bor. Uning ichida Turkiy ellarning dunyo tanimi, filosofiyasi bor. Ana shuni ajratib olishimiz kerakda, mana shu narsani ko'proq propaganda qilishimiz kerak, elga targ'ib qilishimiz kerak. Bu bizim tariximiz mana shu yerlarning birigini ham ta'minlashga yaxshi, o'ta yaxshi. O'zbekistonda boshqurtlarni bilalarmi? O'zbekistonda boshqurtlarni yaxshi tanirlar. Chunki boshqurtlar ham ancha bor bizda. Boshqurt madaniy markazi bor O'zbekistonda. Shuning uchun ham har yil shu Navro'z bayrami arafasida boshqurtlar o'zlarining madaniyatini u yerda ko'rsatadi. Keyin sabanto'y mavsumida ham sabanto'ylarda o'tkazadi. Bu o'ta yaxshi, chunki biz boshqurtlarni Türkiye xalqlarining bosh bo'g'inlaridan bittasi sifatida biz taniymiz, yaxshi nima qilamiz, chunki shu tariximizning manbalari, ya'ni istoklari deydi-ku, kelib mana shu yerlarda ham bugungi Boshqirdiston hududlari bilan territoriyasi bilan baylanishli ekanligi mana shu bizlarni buyoqqa chorlaydi-da, kelib shu materiallarni izertlowga, tadqiq qiluvga chorlaydi.